Minecraft olami siz o'ylagandek sodda olam emas. Bu o'yinda hamma o'yinda bo'lganidek o'ziga yarasha miflari va teoriyalari mavjud. Men sizlarga bugun Minecraft haqida top 3 ta horror faktlarni aytaman. Sizlar bu video boshlanishidan oldin hoziroq like va kanalga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Qani bo'lmasam biz ketdik. Yo, hammalarga salom do'stlar. Bilsanglar anchadan beri YouTube'ga video qo'yganim yo'q va qaytishimdagi birinchi videoyim o'ylanib qoldim. O'zim meni YouTube kanalimda qanaqadir horror video chiqqanmi? Bunda o'ylab qarasam, yaxshiroq horror video yo'q ekan. Shuning uchun bo'ldi sizlar bilan bugun top 3 ta horror faktlar haqida gaplashamiz. Sizlar bo'lsa video boshlanishidan oldin qulayroq joylashib olinglar va videoga like va kanalga obuna bo'lib qo'yish albatta esingizdan chiqmasin. Qani bo'lmasam, bolalar, biz boshladik. Birinchi fakt. Error 437. Bu Minecraft tarixida tubdan yo'qolib qolgan versiya. Ya'ni 1.3.1 versiyasi. Bu versiya 2012-yil chiqqan va bu versiya chiqishida qandaydir buglar kuzatilgan. O'yinchilar 1.3 versiyasini skachat qilganidan so'ng uning ustidan shikoyatlar yozilish boshladi. Sababi esa bu versiyaga kirishda antiviruslar, ya'ni viruslarga qarshi turuvchi programma bu versiyaga kirishga umuman ruxsat bermayotgandi. Va 1-2 kundan so'ng bu versiya ofitsial launcherdan udalit qilib tashlandi. Qandaydir o'yinchilar bu versiyaga baribir kira olishgandi va ularning ekrandan xiraroq bugli mojang so'zi chiqdi. Va menyudagi tugmalar har xil rangda va juda qotar edi. Tugmalar esa buyruqlarga bo'ysunmas edi. Agar siz u yerda olam yaratsangiz, ya'ni o'zingizni miringizni ochsangiz, u yerdagi chanklar juda past edi va juda qotar edi. Va 1-2 minutdan so'ng sizni o'yindan otib yuborardi va vaqt o'tgandan so'ng sizning ekraningizda o'sha mashhur Herobrinening xunuk basharasi chiqishi mumkin edi. Da bolalar, birinchi faktga ishonasizlarmi yo'qmi? Albatta kommentariyaga yozib ketinglar. Biz bo'lsa hozir ikkinchi faktga o'tamiz. Ikkinchi faktga o'tishimizdan oldin hoziroq like bosib qo'yinglar bolalar. Ikkinchi fakt. Ko'p qo'lli Steve. Bu ko'p qo'llining 6 ta qo'li bor edi. 4 ta qo'li esa juda ham uzun va ikkita tekisonga qarab turar edi. Yuzida esa g'alati kulgu va qop-qora ko'zlari bor edi. Va yana unda 4 ta ko'z ham bor edi. Achqarik. Bu 4 ta ko'z birinchi marta 1.11 versiyada ko'rinish bergan. U o'zining orqasidan qandaydir ko'mirlar qoldirar emish. Va yana o'zining xunuk 6 ta qo'lli haykalini o'zining ortidan qoldirib ketishi ham mumkin ekan. Ikkita rus blogeri bu versiyada o'ynab uni ko'rib qolgan va buni YouTube'ga ham joylagan ekan. Agar shu videoyimda 2000 ta like bersanglar, men bu videoni Telegram kanalimga tashiyman. Telegram kanalim kommentariyada bolalar. Hozirroq o'tib olinglar shuning uchun. Va bolalar, bizda oxirgi fakt, ya'ni 3-fakt. Bu fakt haqida juda ham faktlar kam, lekin qandaydir g'alati va qo'rqinchli. Buning nomi ham g'alati. NLO. Bu NLO 1.6 tur versiyasida ko'rinish bergan. U haqida juda ham faktlar kam, bu haqida aytib o'tdim. Agar siz Minecraft olamida, ya'ni 1.6 tur versiyasida Ender Dragon olamiga kirsanglar, chap tomonga qarasanglar, tepada chap tomonga qaraganingizda o'sha NLO'ni bazasi turgan ekan bolalar, turar ekan. Bu qanchalik rost yoki yolg'onligini bilmayman. Bu yoki haqiqat yoki qanaqadir bug bo'lishi mumkin. Bolalar, bugungi faktlarimiz shulardan iborat edi. Bilaman unchalik qo'rqinchli bo'lmagan bo'lishi ham mumkin, lekin keyingi videoyimda men sizlarga juda qo'rqinchli fakt tayyorlab qo'yaman. Shuning uchun hoziroq shu videoga 2000 ta like beringlar bolalar. Hammalarga xayr.